Assalomu alaykum bizlarning kuzatuvchilar. Mana yuqori Chirchiq, mana Toshkentdan kelish, bu yog'i G'azalkentga keta olish yo'limiz Bochkaga. Mana bu yerda juda ham bir shinamgina dacha sotilmoqda. Mana sizlarga hozir ichkarisini ko'rsatmoqchiman. Bu kiraverishimiz mana. Tez yuraman. Bu juda ham katta, 28 sotik mana kiraverishi boshlanishi. Biz ham shunaqangi shinamgina xona kutib oladi. Mana bu yerda mana risirlar, qala mana juda ham go'zal qilib qo'ygan. Mana bu yerda bizda basseynimiz bor, mana ko'rsanglar. Juda ham go'zal. Aylanib ko'rsatib chiqaman sizlarni. Bu yerda mana oshxona. Bu yerda mana qapchallar. Juda ham go'zal. Bu yerda ham mana Şaşlı kılıbıkta bir seyircinin konusu var bana. İyi bana bir tane kantan koyuyorlar. İyi bana bir tane otla, piyeler, işte Arabistan'da izlediler. İyi yana bir yerde o'zini Eyfel'i başnası var bana karıyla. Bir şey güzel ha. Yürüyün şimdi tabzor verin dedi. O nereye diye bana ko'rsanglar, pushkalar, mushkalar qo'yib qo'ygan. Mana bu yerda mana 5 idishning xonasi bor. Mana bu yerda mana xitoylik boboy lotkada ketyapti. Mana bu yerda telefon kutyapti bizlarni mana. Mana bu yerda mana yana bu suvlari qo'yib yuborsa bu yerda mana laylaklar. Bu yerda ham xona, mana yotoqxonasi bor, konditsionerlari bilan juda ham go'zal shinamgina. Shu dacha sotilmoqda. Kimga qiziq bo'lsa mana endi jamani bu blogerlarga o'xshab ololmayman. Просто sizlarga ko'rsataman. Archalarni o'rmon deb juda ham go'zal. Bu yerda ham xonasi bor mana. Ko'rsanglar. Xo'sh, mana bu yerda yana bir idishni o'tirsanglar bo'ladi. Mana svetlarni yoqib qo'ysa vashi go'zal bo'ladi deb. Mana aytadiki, lesная сказка. Shular sayrab yotibdi. Mana bu yerda mana yana bitta 5 idishning xonasi bor. Bemalol o'tirsanglar bo'ladi. Salqinda. Juda ham salqin. Mana bu yerda yana jungli. Bu yerda o'sha Mavguli, fillar, bo'ri, ayiqlar. Ko'rsanglar, vahshiy go'zallik. Telefon nomerlarini qoldiraman. Videoning tagida bemalol aloqa qilsanglar bo'ladi.